Tanimagan odamingiz bilan bir joyda o'tirib qolganingizda nima deyishni, nimadan so'z ochishni bilmaysiz-ku. Biz ham birpas shunday ahvolda o'tirdik. Lekin keksa odam gaplashishga mavzuni birpasda topa qoldi. Kitob o'qishni yaxshi ko'rar ekansiz-a, dedi u. Yo'q, amaki, o'zi kitobni ko'p o'qimayman, dedim. Yo'q, eshikni ham qo'lingizda kitob bilan ochdingiz. Kirib chiqqanda ham kitobdan ko'z uzmayapsiz. Bilmadim, balki menga shunday tuyulgandir-a? Jilmayib qo'ydim. Yo'q, o'zi uncha ko'p kitob o'qimayman, lekin mana shu kitobga qiziqib qoldim. Kechadan beri o'qiyapman. Bekorchilikdan. Keksa odam bir tomondan choyni ho'plar, boshqa tomondan kitobning muqovasiga sinchkovlik bilan qarar edi. Ana nomi g'alati ekan, lekin juda chiroyli. Ana arabchada men degani. Qiziqib qo'limdan qo'ymay o'qiyotgan kitobimning nomi qanday ma'no bildirishiga qiziqmaganimga uyalib ketdim. Buni qarang-a, ana, men degani ekan. To'g'risi bu nom menga juda yoqdi. Men ham bir paytlar ko'p kitob o'qir edim. Hozir esa hayot tashvishlaridan ortib vaqt ajrata olmayapman. Odamzod shunaqa ekan-da. Hamma narsaga vaqt topa olgan odam kitob o'qishga kelganda oqsaydi. U biroz jim bo'lib qoldi. Choydan bir necha ho'plam ichdi. Kitob nima haqida ekan? Ochig'i amakining kitobga bunchalik qiziqib qolganiga hayron bo'ldim. Lekin ichimda shunchaki suhbat qiziqsin deb so'rayapti shekilli deb o'yladim. Shunday bo'lsa ham oxiriga o'qigan joyimdan esimda qolganlarini aytib berdim. Bu kitob nafs haqida ekan. Yana ham ochiq aytadigan bo'lsam, voqealar nafs tilidan bayon qilinadi. Nafs o'zi haqida hikoya qiladi. Hamma gapni Aziz Mahmud Xudoyi orqali ifoda qiladi. Kitobxonni fikr qilishga chorlovchi juda boshqacha kitob ekan. Shuning uchun ham qo'limdan qo'ymay o'qiyapman. Istaysizmi yo'qmi o'zingizni so'roqqa tutishga majburlaydigan kitob ekan. Masala sal avval o'qigan joyimda Aziz Mahmud Xudoyi gullar bilan gaplashibdi. Keyin Xizr bilan uning ismi bir necha marta zikr qilindi. Nima uchunligini bilmadim-u, lekin u Aziz Mahmud Xudoyiga kerakli joyda yordam beryapti. Shunaqa gaplar, amaki. Qani oxirgacha o'quvchi nima bo'lar ekan? Juda ajoyib ekan, dedi amaki. Aziz Mahmud Xudoyi haqlarida ko'p eshitganman. Nafsning odamlar bilan gaplashishi juda qiziq ekan. To'g'risi men ham qiziqib qoldim. Buni ustiga Xizr. Bu ism insonlarga g'alati, imkonsiz tuyuladi. Holbuki ilgari odamlar har kelganni Xizr bil deyishar edi. Amaki endi gapini davom ettirmoqchi edi. Ko'chaning narigi tomonidagi masjiddan azon ovozi eshitildi. Amaki darhol o'rnidan turib, endi men bora qolay dedi. O'tiring amaki, dedim. Men ham. Meni chaqirishyapti, dedi u. Birdan cho'chib ketdim. Ichimda titroq paydo bo'ldi. Amakining gapini tushunmadim. U yana o'sha chiroyli tabassum bilan javob berdi. Azon aytilyapti, qarang. Muazzin namozga chaqiryapti-ku. Uni endi tushungandek bo'ldim. Mayli unda yaxshi boring, men shunday deb amakini eshikkacha kuzatib qo'ydim. U eshikdan chiqayotib yana tabassum qildi. Kitobni tugatgach menga ham berib turasiz-a? Balki o'qib chiqarman, bir muddat shu yerlarda bo'laman. Xo'p bo'ladi, dedim men. U sevinib masjid tomonga ketdi. Eshikni yopib ichkari kirdim. Nimaligini bilmadim-u, ko'nglimda qandaydir g'ashlik, xiralik paydo bo'ldi. Qandaydir fursatni, imkoniyatni boy bergandek bo'laverdim. Yolg'izligimga xafa bo'lib ketdim shekilli. Finjonlarni oshxonaga olib borib qo'ydim. Keyin negadir derazadan tashqariga qaradim. Boyagi amaki masjid tomonga ketyapti. U ko'zimga yana ham yoshroq, tetikdek ko'rinib ketdi. Qomati tik, xuddi yugurib ketayotgandek edi. Ko'chaning oxirigacha kelib burilayotganda birdaniga menga qaradi-yu, ko'zlarimga qadaldi. Men seskanib ketdim. Derazadan qarab turganimni qayerdan bildi? Keyin birdan o'ng qo'lini tepaga ko'tardi. Xayrlashish uchun qo'l silkitadi deb o'ylagan edim, u bo'lsa shahodat barmog'ini ko'tardi-yu, masjidga qayrilib ko'zdan g'oyib bo'ldi. Ko'zlarim katta ochilib, qo'llarim titray boshladi. Ko'nglim larzaga keldi. Nima demoqchi bo'lganini tushunmadim, balki bu ishorani menga qilmagandir, deb ham o'yladim. Nima qilarimni bilmay birpas esankirab qoldim. Shu zahoti masjidda bo'lmasa ham, uyda bo'lsa ham namoz o'qish ko'nglimga keldi. Shu payt ichimdagi ovoz
shoshilib nima qilasan, keyinroq ham o'qiy berasan, deb shivirlab qoldi. Xonamga kirib biroz o'tirdim. Ichimdagi ovozni yana tingladim. To'g'risi, uning gapi menga juda yoqib tushdi. Yana kitobni qo'limga oldim. Ochig'ini aytsam, bu yosh yozuvchini qizg'ana boshladim. Unga hasad qila boshladim. Axir yozgan narsalari meni ham o'ziga maftun qildi-da. Boshqalarning ham diqqatini tortishi aniq. Keyin esa birdan hozirgina uyimda mehmon bo'lgan keksa odamning gaplari yodimga tushdi. Har kelganni Xizr bil. Boshqacha bo'lib ketdim. Turgan joyimda qotib qoldim. Nahotki bu keksa amaki? Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Etim jimirlab ketdi. Biroz cho'chidim ham. O'sha kelgan kishi Xizrmidi, dedim-u, qo'rquvdan titraganimni his qildim. Bema'ni gaplarni qo'ysangchi. Tirik odam-ku, yaxshiyamki bir kitob o'qib qolibsan-da, ozib yozib. Eshigingdan kirgan har odamni Xizr bilasanmi endi? Dedim ichimdagi ovoz, dedi. Biroz o'zimga kelgandek bo'ldim, lekin baribir yuragim tez-tez uraverdi. Hadiksirashim hali ham turibdi. Agar rostdan o'sha bo'lsa-chi dedim o'zimga o'zim. Yana kitobni olib o'qiy boshladim. Haqiqatan ham u yog'i nima bo'lar ekan deb qiziqib ketdim. Nimalar bo'lganini tezroq o'rganishga shoshildim. Lekin xayolimda savollar uchib yuribdi. Xizr kim o'zi? U doim shunaqa kutilmaganda kirib keladimi? Mening uyimga-ya? Istanbul, 1595-yil. Mahmud Xudoyi. Bu yolg'onchi dunyoga ishonma. Vaqt degan narsa hammadan biror narsa olayotgan bo'lsa, Xudoyiga berayotgan edi. Men esa bunga chiday olmayapman. Buning ustiga eng alam qiladigani endi unga kuchim yetmayapti. Axir dunyoga mukkasidan ketgan kishining eng katta dushmani vaqtdir. Vaqt uning bor yo'g'ini olib zaif ahvolga tushirib qo'yadi. Lekin xuddi o'sha vaqt deganlari dunyodan voz kechib, oxirat uchun yashayotganlarga yaqinlashmaydi, yaqinlasha olmaydi. Chunki vaqt oxirat uchun harakat qilayotganlarni sevganiga, ya'ni Alloh taologa yaqinlashtiradi. Sevgisi faqat dunyo bo'lganlarni esa haqiqiy sevgilisidan, ya'ni Allohdan uzoqlashtiradi. Vaqt dardi faqat dunyo bo'lganlar uchun balodir. Vaqt degan hakamning dunyoda sabr qilib hidoyat yo'liga bosh qo'yganlardan oladigan hech narsasi yo'q. Vaqt mana shunday o'tib boryapti. Xudoyining ham umr karvoni o'z yo'lida davom etyapti. Yolg'iz boshlangan yo'lida yana yolg'iz ketyapti. Karvon ham, sarbon ham o'zi. Yo'lda qolganlarni o'ziga hamroh qilib olyapti. Atrofidagi izdoshlari kundan kunga ortib boryapti. Uskudardagi yerni sotib olganidan keyin darhol xayolidagi xonaqoh ishiga kirishib ketdi. O'z qo'llari bilan tosh tashidi, qolgan ishchilar bilan tengma-teng xuddi ko'ngillarning sultoni emas, hamma qatori oddiy ishchidek, mardikordek ishladi. U mana shunday qilishni ma'qul ko'rdi. Hasharchilar qatori loy qordi, ohakda qum aralashtirdi, g'isht terdi, xullas ko'ngil uyi bo'lgan xonaqohini o'z qo'llari bilan barpo qildi. Bu ishlarni kibrga berilib qolmaslik uchun, nafsini meni ezish uchun qilganiga ishonchim komil. Lekin ortiqcha kamtarlik ko'rsatishga ham urinmadi, chunki haddan tashqari kamtarlik ham o'ziga xos takabburlik ekanini bilardi. Shu darajaga yetdiki, kamtar bo'lishga uringan kishi o'zining ustunligini bilgani uchun shunday qiladi degan xulosada edi. Unga ko'ra bu ham kibr edi. Xudoyi hamma sinovlardan o'tib shu darajagacha yetib keldi. Tan olish kerak, nozik tushunchaga ega bo'lishda unga yetadigani yo'q edi. Xonaqoh qurilishida bemalol ishlash uchun ahli oilasini ham Uskudarga yaqin joydagi Rumiy Podsho masjidi atrofiga joylashtirdi. Xudoyi bir necha yil Fotih masjidida va'z qildi. Tolibi ilmlarga hadis ilmidan darslar berdi. Endi uni tinglashga, ko'ngil berishga kelganlarning ko'pligidan masjidga odam sig'may qoladigan bo'ldi. Butun umrini Allohga do'st bo'lish uchun sarflagan Xudoyining do'stlari, muxlislari nihoyatda ko'p edi. Lekin shunda ham menga qarshi kurashini bir zum bo'lsin tashlamadi. Har doim tetik,
sergak, hushyor turdi. U boshiga tushgan yaxshilikka ham, yomonlikka ham shukr qilar, hamma narsaning sababini Allohdan deb bilardi. Xushxabarga ham alhamdulillah der, balo qazoyu yomon narsaga ham alhamdulillah der edi. Yaxshilik qilsa Alloh madad berdi der, yaxshilik kelganida Alloh madad berdi der, yomonlik kelganida esa Alloh meni sevgani uchun unutmadi deb sevinar edi. Chunki u nafsning rizoiya martabasida edi. Muvaffaqiyatli amalga oshgan ishga amalga oshdi deb sevinmas, yo'qotilgan narsaga yo'qotdim deb qayg'urmas edi. Har bir ishini Alloh uchun qilar, yaxshilikka ham yomonlikka ham xayrlisi shu ekan, hammasi Allohdan der, boshqa lom-lim demas edi. Vaqt oliy hakam. Hamma narsa o'zgarayotgan edi. Istanbul ham, insonlar ham, zamon ham, umr ham boshqacha edi. Faqatgina o'lim o'sha o'zgarmagan edi. Hamma ayni o'sha joydan kelar, borar joyi ham o'sha edi. Bir kuni Fotih masjididagi va'zlardan birida bir masalani ishtiyoq bilan anglatayotgan edi. Kimdir janozaga chaqirayotganini eshitdi-yu birdan jim bo'lib qoldi. Gapira olmay badanini titroq bosdi. Sal qolsa yig'lay boshlardi. Rangi oqarib ketdi. Xayoli hozir o'tirgan minbarida emas, boshqa joylarga uchib ketdi. Butun umri ko'z o'ngida gavdalanib ketdi. Bu kimning ta'ziyasi ekani, olamdan o'tgan odam qanday banda bo'lgani haqida fikr qildi. Masjidga kelganlar nima bo'lganini tushunmadilar. Xudoyi esa hech narsa demay sukunatga cho'mdi. U bir muddat shunday turdi. Xayol olamiga ketdi. O'zi shu yerda, xayollari, ruhi esa boshqa olamda edi. To'satdan u ho'ngrab yig'lab yubordi. Masjidga yig'ilgan jamoat hamon nima qilarini bilmay hayratda jim turar edi. Zotan hayratga tushishdan boshqa ilojlari ham yo'q edi. Talabalari o'rinlaridan turib Xudoyining yoniga bora olmadilar, chunki bunga darmonlari ham yo'q edi. Tinmay yig'layotgan Xudoyining tilidan esa ajib she'rlar to'kildi. Bu dunyoda xoh qari, xoh javondir, yalang'och kelarlar, shundoq ketarlar, gohi gado, gohi shohi jahondir, yalang'och kelarlar, shundoq ketarlar. Mensimasa bunda eski aboni, kun kelib bo'ladi yeri xoki poyi. Kun kelib bo'ladi yer xoki poyi, yecharlar ustidan shoyi matoni, yalang'och kelarlar, shundoq ketarlar. Qo'y hirsla to'la dunyo amalin, qo'y hirsla to'la dunyo amalin, o'yla sendan qolar husni amalni, ortiqcha yuk ezgu ishga halaldir, yalang'och kelarlar, shundoq ketarlar. Yo Rab, Xudoyiga hidoyat bergin, sendan ketmaslikka bir rag'bat bergin, iymonga yo'llar bir nasihat bergin, yalang'och kelarlar, shundoq ketarlar. Xudoyi ushbu misralarni o'qib bo'lgach, lom-lim ham demay xutba minbaridan tushdi. U yerdagilar hech narsani tushunmagandir, lekin men hammasini anglab turibman. Xudoyi allaqachon dunyodan voz kechgan edi, lekin dunyo uning yoqasini mahkam ushlagan, hirslanib unga hujum qilar edi. Chunki agar dunyo Xudoyini qo'lga kiritsa, uning ortidan ergashayotganlarga ham ega bo'lar edi. Ana o'sha dunyo ham men edim. Tinmay uning atrofini o'z vasvasalarim bilan o'rab oldim, ammo Xudoyi dunyoga aslo mayil qilmadi. Janozaga degan ovoz uni umrini sarhisob qilishga undadi. Axir men nafsman. Yengilgan bilan emas, jang maydonida burnimni yerga ishqaganga qarshi bir umr kurashishga niyat qilganman.